Do'stim, agar shifokorga bormasang, ishing tushib qoladi. Assalomu alaykum, qadrli aka-ukalar, opa-singillar, vatandoshlar. Bugun qisqacha Muratov klinikasi haqida gapirib bermoqchiman. Bu yerda hech qanaqa reklama yo'q, bir joyi maqtash emas. Shaxsan o'zim murojaat qilib keldim. O'zimning problemam bor, mana Shohjahon o'zi ham biladi. Bugungi videomizda qisqacha ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Bugungi kunda baribir bilasizlar, sifatli yaxshi shifokorlarni qidiriladi, surishtiriladi tanish bilishlardan, yaxshi klinikalar qidiriladi. Men shaxsan o'zimning nomimdan sizlarga tavsiya berib o'tib ketmoqchiman, adashmanglar degan maqsadda. Mana oldi tishim. Men bunaqa problemani tushunmasdim oldin. Hech udar bo'lmagan, ya'ni hech qanaqa joyga urib olmaganman, bir qattiqroq narsani tishlab olmaganman. Har doimgidek o'sha kunim o'tib, yashab yurgan paytimda tishim qimirlashni boshladi o'zidan o'zi. Og'riq yo'q, hech narsa yo'q. Tish doktoriga o'qigan do'stim bor, lekin bu sohada ishlamaydi, boshqa sohada ishlaydi. U tavsiya berdi. Do'stim, agar shifokorga bormasang, ishing tushib qoladi. O'zidan o'zi tushib qoladi, tishsiz bo'lib qolasan. Endi tasavvur qilinglar, Umid Iskandarov, oldi tishi yo'q. Shohjahon bilan o'tirib, profilaktik suhbatlarni o'tkazgandan keyin men tushundim. 100 dan ortiq muammolar bo'lishi mumkin ekan. O'zidan o'zi tish qimirlab, tushib qolishi, ana xudo xolasa davolab, o'zini joyida qoldirib berdilar tishimni. Shuni davolayotgan protsesslarida jag' tishim, bitta dona plombalangan tishim bor edi. Bir joyda somsayotganda suyakni tishlab oldim. Tishi kovaga olinib plomba qo'yilgan bo'lsa, bir oy yarimi sinib ketdi. Yana Shohjahonga murojaat qildim. Hali lecheniyamiz tugamasdan turib, xudo xolasa mana Shohjahon chiroyli qilib, nima deydi, tishimning ildizlari, ya'ni o'sha o'zini holatlarini qoldirgan holda koronka yasab beradigan bo'ldilar. Men bundan juda ham mamnunman. Xudo xolasa o'ylaymanki, bu tishim xuddi o'zimnikidek, radnoydek bo'lib turadi. Shuni bir nima deydi, shifokordan ko'nglingiz huzur topib, ya'ni o'ylaganingizdek bo'lgandan keyin bir shuni yaqinlar uchun, shifokor qidirayotganlar uchun men tavsiya sifatida o'rin deb bildim. O'rningizga o'shaning uchun men gapirib berdim-da.